Hop, ya'ni 25-iyul 2026-yil holati bo'yicha ya'ni soat menlarimiz 23:06 ekan. Ya'ni ilm o'rganishda to'xtamaydi degan. Soat 11 bo'lsa ham уже endi dars o'tamiz sizlar bilan. Hop, bugungi mavzu yana How long does it take bo'ladi. Ya'ni Qizil Murphy bo'yicha, ya'ni yangi nashr bo'yicha 48-minutga to'g'ri keladi. Eski nashr bo'yicha adashmasam 45-minutga to'g'ri keladi. Hop, qaranglar. Bu bir xil qolip bo'yicha ketadi. Ya'ni how long does it take? How long, right? Does it take? Ya'ni bu savol holati. Ya'ni buni davom ettirib ketsak bo'ladi. How long does it take to plus verb kelishi kerak. Bilib olinglar, doim fe'ldan keyin, ya'ni to dan keyin fe'l keladigan bo'lsa, infinitiv holatida keladi. Ya'ni buni mavzusi bor oldinda. Plus object. Uh, object. Ya'ni buni alohida ajratib, chiroyli qilib yozadigan bo'lsak, mana sizlarga cho'tka qilib beraman. Yani rangli qilib. Hozir. Xo'p, mana shu ajralmas qolip hisoblanadi. Qaranglar, how long, ya'ni qancha degan tarjimani beradi bizga. Mana qancha degan tarjimani beradi. Bu yerda does o'zgaradigan qism. Ya'ni does doim o'zgaradi. Xo'p, it take'lari o'zgarmaydi, chunki bu yerda gapni subject hisoblanadi. Take bu yerda olmoq degan ma'noni bildiryapti. So'zimizni tarjima qilib chiqadigan bo'lsak, hozir tushuntirib beramiz. 100%. Into verb plus. Ya'ni bu umumiy ajraladigan yoki umuman o'zgaradigan qismi hisoblanadi. Xo'p, qaranglar, mana shu umumiy qolip hisoblanyapti. Ya'ni how long does it take degani, ya'ni qancha vaqt ketadi, ya'ni tarjimasi. Qancha vaqt ketadi deyishimiz mumkin yoki qancha vaqt oladi deyishimiz mumkin. Ya'ni birorta ish harakatini bajarishga ketadigan vaqtga ishlatamiz. Misol aytaylik, ingliz tilini o'rganish uchun 2 yil vaqtim ketdi deb gapirishimiz mumkin. Yoki haydovchilik guvohnomasini olish uchun qancha vaqt ketadi deyishimiz mumkin. Yoki misol Andijondan Namanganga kelish uchun qancha vaqt ketadi deyishimiz mumkin. Ya'ni shunga aloqador bo'lgan mavzuni o'tyapmiz bugun. Tushunarli? Yoki bu how long does it take? Albatta bu savol holatida turibdi. Ya'ni buni hozir javob holatlari ham bor. Xo'p, endi yana bitta ajralmas qolip qilamiz. Bu yerda nima deymiz? Ko'makchi fe'l deb yozamiz, a? Ko'makchi. Chunki esinglarda bo'lsa, savol holatida, ya'ni savol holatini yasaganimizda formulada ko'makchi fe'l doim oldinga chiqib qoladi. Ya'ni how long does it take bu yerda present simpledagi does'ni holati. Tushunarli? Itga nisbatan ishlatganimiz. Ya'ni yozyapman biror ish harakatiga ta'rifi. Sarflanadigan vaqt deb yozib ko'ray. Albatta bu dehqoncha uslub. Xo'p, ya'ni shu holatda yodlaysan. Mana dazni qo'yib ko'ray, xunuk yuvib qoldi u. How long does it take? Misol aytaylik, savol holatida ingliz tilini o'rganish uchun qancha vaqt ketadi deyishimiz mumkin. How long does it take formula bo'yicha qo'yamiz. Take'dan keyin to qo'yishimiz kerak. O'rganmoq fe'li qanaqa bo'ladi bu yerda? Ruxshona? Learn. Aha, learn. Ya'ni how long does it take to learn? Endi objectga nima qo'yamiz? English. 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 Aha. Ya'ni ingliz tilini o'rganish uchun qancha vaqt ketadi deyishimiz. Endi objektga ingliz tilini qo'yamiz albatta. Ya'ni gap nima haqida ketyapti? Ingliz tili haqida ketyapti. Ya'ni shu holatga savol qo'ydik. Ya'ni buni javobi ham o'ziga yarasha bo'ladi. Bilib olinglar, bolalar. Xo'p, bizda noaniq savol bo'lgani uchun bizga ha yoki yo'q deb javob bera olmaymiz. Chunki how long does it take? Ya'ni qancha vaqt ketadi? Bunga ha yoki yo'q deb javob berish imkoniyati yo'q. O'shaning uchun bunga endi to'liq javob berishimiz kerak. Misol, ingliz tilini o'rganish uchun 1 yil vaqt ketadi yoki 100 yil vaqt ketadi deb javob berishimiz kerak. Qaranglar, javobi doim it bilan gapiramiz, chunki bu yerda subject it bo'lgani uchun vaqtga nisbatan ishlatyapmiz. It o'zgarmaydigan qism. Hop, take bo'ladi javobida. Hop, lekin itga nisbatan present simple'da takes bo'lish kerak. Ya'ni it takes 2 years to learn Mm. English language.
Ya'ni ingliz tilini o'rganish uchun 2 yil vaqt ketadi. Hop, javobi ham shunaqa. Tepaga yozib qo'yibman. It takes to verb, ya'ni infinitive holatida kelyapti, plus object. Ya'ni shu holatida yodlaysizlar degani. Ya'ni bu faqat present simple uchun bo'ldi. Guys, shu narsaga e'tibor beringlar. Biz faqat present simple uchun javob bera oldik. Lekin biz buni xohlagan zamonimizda yoki xohlagan modal fe'limiz bilan ishlatsak bo'ladi degani. Tushunarli? Endi sizlarga savol. Xo'p, past simple'da savol bera olamizmi? Yana ingliz tilini o'rganish uchun qancha vaqt ketdi deb gapirsak. Did Qanday bo'ladi? havolisini Xo'p, Madina tinch. how long did it take to learn English? Take, learn, to learn. To'g'ri. Chunki bizda past simple'da ko'makchi fe'li did bo'lgan. Ya'ni didni shu joyga qo'shishimiz kerak. Tepada present simple'da does bu ko'makchi fe'l present simple uchun bo'lgan. Endi biz o'tgan zamonda, ya'ni past simple'da gapirmoqchi bo'lsak, endi shundan foydalanamiz degani. Ya'ni how long did it take to learn English? Endi bu savol bo'lgandan keyin qancha vaqt ketdi past simple'da berdik. Ruxshona, endi javob shakli qanaqa bo'ladi? Ingliz tilini o'rganish uchun 2 yil vaqt ketdi desak, past simple'da. It did, I it did take bo'ladimi? yo'q. Didni nimaga qo'yapsiz? Javob shakli bu. Qancha? Taken bo'lamiz. Ikkinchisini qo'yamizmi? Noto'g'ri bo'ladi. Endi Took bizda bo'ladi. took bo'ladi. Took. Chunki noto'g'ri fe'l edi. Past simple'da biz noto'g'ri fe'llarni ikkinchi shaklidan olardik agar fe'limiz noto'g'ri bo'lsa. To'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa id qo'shasiz. Hop, it took, ya'ni 2 years to learn English language. English deb qo'ysanglar bo'ldi. Ingliz tilini o'rganish uchun 2 yil vaqt ketdi. Endi bizda future simple degan zamonimiz ham bor edi, to'g'rimi? Endi future simple'da bermoqchi bo'lsak qanday bo'ladi? Will keladi. Will keladi. Hop, misol keltiramiz endi Ruxshona. Hop, nima desak bo'ladi? Hop. Boshqa narsa misol keltiraylik-a. Misol ham kelmaydi. Hop. Suzishni o'rganishga demaylik, to'xtab turinglar. Mayli, misol aytaylik, fransuz tilini o'rganishga qancha vaqt ketadi deb beringchi, kelajak zamonda. Ruxshona. How long will it take to learn French, right? French? Aha, endi shuni ham javobi o'zini zamoniga muvofiq holatda bo'ladi. Qanaqa bo'ladi Madina javobi? Eslang. Taken bo'ladimi endi? Yo'q, future simple'da ya. Future simple'da bizda ko'makchi fe'l keladi will. Endi ko'makchi fe'ldan keyin bizda verb infinitive keladi. It will take to learn French language. It will take vaqt qo'yib gapiraylik. Misol aytaylik 3 years deylik, chunki fransuz tili qiyinroqda. It will take 3 years to learn a French language. Ya'ni fransuz tilini o'rganish uchun 3 yil vaqt ketadi. Buni tushundinglar degan bitta unaqa qiyin mavzu emas. Ya'ni oson deb yondashsak bo'ldi. Endi bu 48-unit, ya'ni Murphy bo'yicha masofaga nisbatan o'rgatib ketyapti, lekin umumiy ish harakatini bajarishga sarflangan vaqt uchun ishlatamiz buni. Ya'ni birorta ish harakatini bajarishga qancha vaqt ketadi, shuncha vaqt oladi deb gapirishga ishlatamiz. Xo'p, bu yerda berilganlar, ya'ni how long does it take from to, ya'ni dangacha qancha vaqt ketadi. Bu formula yaratib beryapti bizga. Mana, how long does it take by plane from New York to Washington? Ya'ni New Yorkdan Washingtongacha qancha vaqt ketadi? Javobi qanaqa bo'lyapti? It takes an hour. Ya'ni 1 soat vaqt ketadi deyapti. Ya'ni samolyot orqali. Xo'p, keyingisi how long does it take by train from London to Manchester? Ya'ni Londondan Manchestergacha poyezd orqali qancha vaqt ketadi? Javobi qanaqa bo'ladi? It takes 2 hours by train from London to Manchester. Ya'ni Londondan Manchestergacha 2 soat vaqt ketadi, ya'ni poyezdda. Xo'p,
Keyingisi, how long does it take by car from your house to the station? Yani uyingizdan stansiyagacha, ya'ni vokzalgacha mashinada qancha vaqt ketadi? Nima deyapti? It takes 10 minutes by car from my house to the station. Ya'ni mashinamda meni uyimdan stansiyagacha 10 minut vaqt ketadi deb gapiryapti. Tushundinglar, birorta ish harakatini bajarishga, lekin Murphyda asosiy e'tiborni shu masofaga nisbatan ishlatilgan. Lekin biz umumiy ish harakatiga ishlatib qo'ysak bo'laveradi. Biparta shu narsani tushuntiryapti, ya'ni how long does it take to do something degani bu xohlagan zamoningizda gapiravering degani. Xohlasangiz modal fe'l bilan gapiring, ya'ni it might take deb, ya'ni mumkin deb gapirsangiz bo'ladi ehtimoliy holatda. Mana does, did, will. Xohlasangiz present continuously ham gapirsangiz ham bo'ladi. Shuncha vaqtim ketyapti deb. Mana javobi ham shunga ma'lum bo'ladi. Yani it takes, it took, it will take yoki inkor qilib gapirsak bo'ladi. It doesn't take yoki it didn't want, it didn't take yoki it won't take deb. Hop, and the first one, how long does it take to cross the Atlantic by ship? Ya'ni Atlantik okeanini kema orqali kesib o'tishga qancha vaqt ketadi deyapti ekan. Hop, keyingisi I came by train. Did you? Siza how long did it take? Ya'ni qancha vaqt ketdi deb javob beryapti. Hop, keyingisini o'qing-da, Ruxshona. How longdanmi? Mhm. Shunda. How long will it take to get from here to the hotel? Mhm. Tarjima. Bu yerdan mehmonxonagacha qancha vaqt ketadi deyaptimi? Bu yerdan mehmonxonagacha qancha vaqt ketadi? Hop, keyingisi, keyingi 3 tani o'qing-da Madina, keyingida 3 tani. It takes a long time to learn a language. Aha. Tarjima qilaymi endi? Ha. Til o'rganish uchun uzoq vaqt ketadi. Uzoq vaqt ketadi deyapmiz ekan, to'g'rimi? Hop, keyingisi ham It o'qing. doesn't take, Mhm. it doesn't take long to cook and omelette nima? Omelet. Omelet. Aha. Omeletni pishirish uchun ko'p vaqt ketmaydi. To'g'ri. Hop, yana bittasini o'qing. I won't take long to fix the computer. Tuzatish uchun ko'p vaqt ketmaydi. To'g'ri. Computer, ya'ni it won't take long to fix the computer. Yaxshi. Hop, keyingisi biz shaxs qo'yib gapirsak ham bo'ladi. Ya'ni how long does it take you to do something? Ya'ni sizni bajarishga, ya'ni biror ish harakatini bajarishga qancha vaqtingiz ketadi deb biz shaxs qo'yib gapirsak bo'laverar ekan mana. Mana endi misol qaranglar-da mana. It took me 3 days to read. Ya'ni 3 kun vaqtim ketdi o'qish uchun degan ma'noda mana. Men aytgan, I started reading the book on Monday. Ya'ni men bu kitobni o'qishni dushanba kuni boshladim. I finished it on Wednesday evening. Ya'ni buni men chorshanba kuni kechqurun tugatdim. Ya'ni qancha vaqt ketgan deydigan bo'lsak 3 kun. Endi nima deyapti o'tgan zamonda? It took me 3 days to read it. Ya'ni buni o'qish uchun 3 kun vaqt ketdi deb gapirdi yoki 3 kun vaqtimni oldi degan ma'noda gapiryapti ekan. Hop. Keyingisini o'qing Ruxshona. How long will it take me to learn to drive? Mashina o'rganishim uchun qancha vaqt ketadi? Aha, mashina o'rganish uchun qancha vaqtim ketadi? Vaqtim, meni vaqtim. Ha, to'g'rimi? Yana bitta o'qing. It takes Tom 20 minutes to Minutes. get to work. Minutes to get to work in the morning. Tom Hop. o'sha 20 minutda ertalab o'sha mana Tom ertalab ishga 20 minutda yetib borar ekan. 20 minutda yetib boradi, lekin Tom ishga yetib borish uchun 20 minut vaqti ketadi desak to'g'riroq bo'ladi tarjima. Chunki shu haqida gaplashyapmiz-da bugungi mavzuda. Tomni 20 minut vaqti ketadi ishga yetib borishga ertalab. Tushunarli-ya?
Hop, yana bitta o'qing. It took us an hour to do the shopping. Shopping qilish uchun Bizni, bizni 1 soat vaqtimiz ketganmi? ketdi yoki ketgan farqi yo'q. Usmasi asa it took us an hour to do the shopping. Hop, qolgan ikkitasini o'qib qo'ying, Madina. Did it take you a long time to find a job? Find tanlamoq deganmidi? Topmoq. Topmoq, Topmoqmi? Job. kasb. Kasbini tanlash uchun ko'p vaqt ketdimi? Yo'q, Topishga? topmoq bu. Tanlamoq emas bu. U kasbini topish Siz uchun qancha vaqt? Siz kasbingizni tanlash uchun ko'p vaqt ketdimi? Aha, bu yerda aniq savol bo'lyapti. Zoomda almashtirib olar ekanmiz, linkimiz tugab qoldi vaqti.